hozir men sizlarga bitta bomba ma'lumot aytaman. Shu video tugashi bilan uni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz o'zingizni sohangiz bo'yicha ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, sizga bitta kamerani o'zi yetadi. Xo'p, nimaga unaqa deyapman? Ko'pchilik shaxsiy brendni boshlash uchun menga professional kamera, SMM agentство va boshqa narsalar kerak deb o'ylaydi. Lekin agar siz sohangizda haqiqiy ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ma'lumotingiz uchun odamlar ko'radi. Xo'p, Toqirov 13 ko'ramiz. Har bitta roliklari o'rtacha 1 milliontadan ko'rilyapti hozir. Nimaga? Sohalarda ekspertlar именно shu yo'nalish bo'yicha, kulgu yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, ikkinchi odamimiz ham, ikkinchi keysimiz ham xuddi shunaqa kulgu yo'nalishi bo'yicha amerikalik stand-up komikni ko'rganmiz. Mana ular ham xuddi Toqirovga o'xshab telefonning o'zida kontent yaratadilar va ularning kontentlari ham juda yaxshi prosmotrga ega. Menimcha Amerika bozori uchun yaxshi bo'lsa kerak. 27 millionlab prosmotrlari bor ekan. Xo'p, nima demoqchiman? Siz hozirroq ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, qo'lingizga telefonni oling, gapingizni gapirib ketavering. Sizga ortiqcha content makerlar, SMM agentstvalar sizni upakovka qilib qo'yishligi shart emas. Agar sizda tajriba bo'lmaydigan bo'lsa, endi birlamchi narsalarni o'rganib olishingiz kerak. Videoga qanaqa qilib olish kerakligi, montajga qanaqa qilish kerakligi. Bu maslahatim shaxsiy brendni boshlash uchun juda ko'p resurs kerak deb o'ylayotganlar. Lekin shaxsiy brendni o'sha SMM agentstvalar bilan, marketing agentstvalari bilan birgalikda yurg'izadigan bo'lsangiz, ular sizlarga strategik to'g'ri yo'nalish beradi. Sizlar strategik kelajakda qatga ketasiz. Sizlarni yo'nalishinglarni auditoriyalar uchun to'g'ri aniqlab berishi mumkin bo'ladi. Agar o'zingiz bu narsani boshlaydigan bo'lsangiz, sizga juda ko'proq vaqt ketishi mumkin, lekin natija bo'ladi.